Londonda bitta o'zbek o'zini o'zi osib qo'ygan. Shu haqida balkim kimdir eshitgandir, balkim kimdir eshitmagandir. Buni bilmadim. Qisqasi taxminan 2 yil yoki 2,5 yil oldin bitta o'zbek kirgan, boshpana so'ragan. Endi bitta narsani to'g'ri tushuninglar-da, ko'pchilik o'zbeklar o'ylaydiki, chet elga boraman, boshpana so'rasam bittada berib yuboradi deb o'ylaydi. Yo'q, unaqa o'ylamanglar. Bu oddiy narsa emas. Buni muammosi juda ham ko'p. Isbotlab bera olmasa, oyog'ingizni osmondan qilib yuboradi. Qisqasi kirgan, boshpana so'ragan va u ishontira olmagan, chunki ular ahmoq o'ta, qancha psixologlar o'tiradi o'ta. Qisqasi boshpana so'ragan, ishontira olmagan, uni sen bizga yolg'on ma'lumot berding deb tiqib qo'ygan. Unga o'xshagan bir hozir esimda 30 tami 50 tami o'zbekni ham tiqib qo'ygan ekan. Billa qo'shib unga. Endi hammasi so'raganda endi. Keyin 1 oy o'tgan, 2 oy o'tgan, hech qanaqa natija yo'q, hech qanaqa palon chiqasan, u qolasan, bu qolasan, hech qanaqa narsa bo'lmagan. Natijada haligi o'zbek panikaga tushib qolib, o'zini o'zi osib qo'ygan. Shuni natijasida haligi qolgan o'zbeklarni qo'yib yuborishgan. Endi nima deysiz? O'shaning uchun bir ish qilayotganda ehtiyot bo'linglar. Men boshpana so'rashni hech qachon tavsiya qilmayman.